Давай, Sanov. Abduqodir Sanov. O'zbekistonda hozir balet qilyapmiz. Короче, 1-0. Hozircha O'zbekiston oldinga. Короче, vokzal partiyasida ikki xonali xonamiz srochniy sotuvga chiqdi. Gapni to'g'risi mana shu xonaga mazza qilyapman. Juda ham istig'ina. Konteyner ham bor, ukrainskiy pechka ham bor. Bu istig'ini qarang. Короче, mana shu birinchi xonasi. Mebel texnika, televizor, konteyner nima ko'ryapsiz, hammasi turadi. Katalogimiz uchun yotoqxona operator mana shu krashinli eshik va shu zo'ridan qo'ygan. Mana shu budjetni narxga beryaptilar, akamiz. Do'stbali divan, operator, televizor ham bor, ukrainskiy pechka bor, televizorsi bor. Eng qizig'i mana shu shifonier tayyor emas, bu yerga razmer olib yasalgan operator. Buni sekretini men sizlarga o'zim ko'rsataman. Buni sefcha qilib, mana shu yerga boboychani rasmini mana shu yerga taqlab qo'yasizlar, xudo xolasa. Kimga qiziq bo'lsa, pastdan nomer qoldiraman, so'rashni aloqa chiqing deb, chunki bunaqangi uylar vokzal territoriyasiga $400 arenda berib odamlar o'tiryapti. $400-500. Mana sizga tayyor uy. Gaz plita, vichka sensorli, rakvina, frezasi bor. Mebel texnika, mana bu yerga bitta o'tiradigan joy qilsangiz ham bo'ladi. Bu sanuzli bo'ladi. Vana, rakvina, unitas, kafel, bashi dahshat qilgan. Umumiy mana shu kirish eshigi, garderob, shkaf ham qilgan. Narxi 56 ming, yana ozgina savdosi bor. Men aytayapmanki, akajon 56 ga mana shu yerga balkoningiz bor ekan dedim. Kamchiligingizni ko'rdim. Xolodilnik bilan stralniy mashina, kirish mashina yo'q desam, aka mana shu yerga sizni podpischiklaringiz uchun qo'yib beraman deyapti. 56 ming yana ozgina savdo qilib berar ekan. Mana shu texnikalarni qo'yib ham berar ekan. Pastdan nomer qoldiraman, srochniy aloqa chiqinglar.